Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana go'shtning narxini so'raymiz. Go'sht qancha dedingiz? 350 afg'oni, maşallah. Bu 65 ming so'm atrofida bo'ladi do'stlar. Mana go'sht juda ham arzon ekan. Maşallah. Nerda sizniki? Antiqo'ydan ha? Ay maşallah. Bu go'sht buncha arzon qilibsiz-a? Yangi so'yilgan ha? Yangi so'yilgan ha. Arzon ha? Arzon etmesen bo'lmaydi. Ha, g'ariblar uchun arzon qildingiz. G'ariblar uchun bale. Ay maşallah. Şöyle 350 etmesen qancha aytaydi? Bular 450 400 dan kam bermaydi. Maşallah, maşallah do'stlar. Mana go'shtning narxini ko'rdingiz, juda arzon. Do'stlar, mana shu O'zbeksiz ha? Mana o'zbek do'stimiz uchun bitta qizilchani bosib qo'ying. Qancha qizilcha olar ekan, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab turing, maşallah. Ha, Davlat tag'a. Voy, tamdirga kasab. Ha. Tamdir kasab ha? Ha, maşallah. Bo'ldi. Ha, do'stlarga bir salom ayting ha. Salom bo'lsin hammangizga, salom bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shu o'zbek do'stimiz uchun bitta nima bosib qo'ying, qizilchani do'stlar. Qancha layk oladi. Mana bu oftobim chiqdi, maşallah. Maşallah, maşallah.